kun Husayn Bayqaror. Vazirlarim, Labbay sultonim. menga dunyodagi eng xushbo'y narsani keltiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Ertasi kuni unga quchoq-quchoq gul keltirishibdi. Buni ko'ring sultonim. Buning hidi ajoyib, lekin men aytgan hid bu emas. Ikkinchi kuni qalampir munchoq olib kelishibdi. Buyuring sultonim. Men aytgan hid bu ham emas. Agar 2 kun ichida men aytgan xushbo'y hidli narsani keltirmasangiz, boshingizni tanangizdan judo qilaman. Xo'p bo'ladi sultonim. Vazirlarning nima qilarini bilmay, oxiri Navoiyning oldiga borishibdi. Xush kelibsizlar, qani o'tiringlar. O sizlarni nima shamol tushirdi? Yonimiz dunyodagi eng xushbo'y narsani ichga olib kela olmasangiz, boshingizni tanangizdan judo qilaman dedi. Bizni bu falokatdan qutqaring. Sizlar saroyga boraveringlar, men bir ilojini topaman. Rahmat Hazrati Navoiy. Alisher o'ylay oxiri dehqonning oldiga boribdi. Assalomu alaykum dehqon bobo. Va alaykum assalom Hazrat Navoiy. Sultonimiz dunyodagi eng xushbo'y narsani istab berishga maslahat berasiz. Yangi senga 1 soat borib ko'ringchi. Xo'p, o'tadi. Navoiy xursand bo'lib 1 soat nonni olib boribdi. Saroyni non isi tutib ketibdi. Hammaning dimog'ini yashnatib yuboribdi. Assalomu alaykum sultonim. Va alaykum assalom Alisher do'stim. Ko'nglimni topibsiz-da. Meni ko'nglim non isini sezayotgan ekan. Oh, bay buni hididan ta'mini qarang mazaliligini. Rahmat sizga Alisher do'stim. Rahmatni menga emas, dehqon boboga ayting. Vazirlarim, Labbay sultonim. dehqonni saroyga keltiring. Xo'p bo'ladi sultonim. Assalomu alaykum sultonim. Va alaykum assalom. Vazirlarim, Labbay sultonim. dehqonga boshdan oyoq sarpo keltiring. Bo'ladi sultonim. Dehqonga boshdan oyoq sarpo keltirishibdi. Rahmat sultonim. Husayn Bayqaror Hazrati Navoiyning aqliga, zukkoliligiga yana bir bor tan beribdi.